to'plarga bo'lib qo'ygan. Turishdimi? Nima yo'q? Qayerda tur kerak nol? Tur tez. O'zing o'rningda emas, sen turadimi? Eshitdi? Saniyasi. Biz nima o'tib o'tirmiz? Saniyasi. Asad. Endi biz hozir aytib o'tdim. Bugun senlarda mamandliklar bo'yicha to'plarga bo'lib olamiz. Birinchi mamandligimiz qaysi? Dargerlar to'pi deb olamiz birinchi qatorda. Ikkinchi to'pimizni muallimlar to'pi deb olamiz. Uchinchi to'pimizni qurilishchilar to'pi deb olamiz. Endi jarishtiramiz, so'ngra hisoblab o'tamiz. Bu deymiz. Keyin to'p boshini saylab olamiz. Bundan to'pdan Asadni saylaymiz. Ikkinchi to'pdan Aneliyani saylaymiz. Uchinchi to'pdan hisoblab kerak. Hisob deganda qiynalmau kerak. Ayzerani saylab turaylik. Keyin yerimizda jalg'ashtiramiz. Bu narsa o'xshab. Men darger bo'laman o'tganimda balada qiynalganda boshida birinchi bo'lib qaradim. Bu narsa 5. Adam dardım jüreyim. Bo'ladi. Shu. Mana eshitgan o'qib berib. Anela o'qisha. Yida qambar quvonib, aqldalar ko'ngil men turdim, ishga qo'qalib, qo'l talabim o'nimga. Bo'ladi 5. Zari. Yesinjaniya bo'laman, jergen aldim tabaman, ruhim quvon aybli, akademik ag'amdan deb arman bir quvondi, sergak ushqir ko'ngil men boshladim da qo'qaldim, bu talabim o'nimga. Bo'ladi. Nuray o'qisha. Nuray. Sen. Men injener bo'laman, yerdan oltin topaman, yo'lim quvon aybli, akademik ag'amni deb arman bir quvondi, sergak ushqir ko'ngil men boshladim da qo'qaldim, bu talabim o'nimga. Bo'ladi 5. Men qarishga bo'laman, shunga ushib baraman, yo'lim quvib ataqdi. To'tasimda ag'amni deb seni bir quvondim, seni ushqir ko'ngil men boshladim da oldim. Bu Talabim o'nimga. qo'yamiz. Endi shundan qator biz sender mening qaysi taqdirda o'tgan edik? Mamandliklardan boshqa qaysi? Aytib, saniyasim ekan. Saniyasim deb nega aytar edi? Nima sanin? Saniyasim deganimiz ne? Zat esim. Atın bildirayotgan so'zda zat esim degan qanday so'roqlarga javob berar edi? Zat esim. Zat esim. Kimga? Nega dedi. Sol zatning nesini bildirar ekan saniyasi? Sanin, mo'lsherin, retin, shamasin bildirar ekan. Endi bizga sonlar qator tur mana. Qani kim to'plarga bo'lib qo'ygan? 12 ay. Kim aytdi? Kim bu narsa? O'rni aushtiramiz. 12. Aushtir. 12. Keyingisi 5 tur. 7 hafta.
8 Navruz bu ayol qizlar merakasi edi. Bir yil. Aneli bag'amda turib 1 yil. 5 aneli. Bag'amda 4 mezgil ekan, ha, bular. Kim aytdi? 21 Navruz qanday ekan? Musulmonlar kimisi? Yangi suvi. Qo'l ko'tarib. Aydangi 30 kun. Qo'l ko'tarib, shuvamaymiz. Biz chap saboq bo'ladi. Nechta? Saniyasi. Biz nima o'tyapmiz? Saniyasi o'tyapti ekanmiz. Saniyasini hozir o'zlaring aytdilar. Zatdan sani, ya'ni o'lchami. Endi biz birga hozir ma'lumotlar to'g'ri ham o'tyapmiz. Ma'lumotlarga Azamat kecha. Qaniki? Bu kim ekan? O't söndürmüş ekan. Qani o'shining qurollari bormi? Topshi tez. Sen kel, rayonga tashlab tez. Ha. Turag'ali kel. Qo'y. Durust topdimi? Al, bag'angda al. Ha, shu yerda bag'angda al. Durust topdi, ha? Al. Kim sen? Aytchi. Aspasi. Bormi? Qani topshi? Aspazning qurollarini topshi tez. Endi kel. Kim ekan bu? Qani tap qurollarini. Nur aka sen topding. Tez. Durust topdimi aspaznikin? Yes, al bag'angda. Tap. Bu yerga qo'yaver. Ha? Al. Olaver. Anash. Degincha. Durust topdimi? Qaraymiz. Yes, endi al. Keyingisi nima ekan? Degincha. Kel. Arman kel. Qurollarni topib. Tez. So'zni kamaytamiz. Kel yana. Kim ekan bu? Qani muqarrar qurollarni topshi? Qani? Durust topdimi muqarrarnikin? Kirinchinikin? Durust topdi. 5 bag'amda al. Mana al. Ha. Durust topdimi? Durust bo'ladi. Seniki nima edi? Sen nima eding? O'rni o'sib ketma. Nima edi? Bag'amda sen bag'am olmayapsizmi? Mana al. Berma o'tir. O'tir tez. Qayg'asamiz. Ha? O'tiramiz. Bo'ladi. Arman, kim berib qo'ydi uni? 5 qo'y mana 5 bag'amiz 5 yulduz. Bag'ana aytib o'tgan ham bu 4 bag'amiz 4 burush. Az yesib deganda qatelashib ketasizlar. Endi bu duysevi kunda qandaymiz? Ot qanday edi? Biz senlar menen so'z toptarini o'tyapmiz. Qaysilar ekan so'z toptarini? Qaysilarni o'tibmiz qani? Saniyasi. Har topdan bir uchun chiqaraman. Mana shu yerga biz topamiz. Qalaganda boshlayman-da. Qani? Yerasil kel. Sen saniyasimga tap mana yerdan so'z. Asad, sen zat esimga kel. Durust oldingmi? Aqni aytsang? To'g'ri. Seniki zat esim. Bu narsa sen esimga tap kel. O'qisang, nima ekan?
Aynek, dürüst. Seniki nima dedim? Sen esimga, qancha ustavsin esimga? Aru. Sen san esimga tap. Arlan. Zat esimga tap. Zarina, ikkinchi Zarina, orasi. Ha. Zarina, sen esimga tap. Tez. Sen qaysi qana eding? Sen esim, tap. Tezdet. Sen aqlda. Seniki nima edi? Sen qaysi edi? Zat esmi qani tap. Zat esmi suraqlarini hozir aytib o'tdi qo'y. Nima qatordan qoldi? Bog'lan. Kelsin. San esimga tap bog'lan. Zat esm suraq qo'ysang. To'xta, bog'lan, o'qida. Nima? Necha ekan? Ko'rsatda 6. Ha, shuni qo'y. Ha, istagan azondaga. Ha, nima ekan? Ta, 4. Bag'alarini ol o'zing. Durust topganlar bag'alarini ol. Nuray, ikkinchi Nuray. Sen zat esimga tap. Bu 3'lük bağa. Ha, son al. Koy, bo'ladi. Endi bugun o'rgatib senlar meni bugungi kechagi taqdirning jalg'asi ekan. Mamandig'im, maqtanishim buni tek qarab o'tirasizlar. Keyin jalg'ashtiramiz. Kitobga qaraymiz. Qani barimiz qo'llarimizni qo'yamiz. Men dovus ko'tarib yaxshilab o'qiyman. Mamandig'im, maqtanishim. Men injener bo'laman, yerdan oltin topaman. Yo'lim quvon aygili, akademik ag'anim. Deb armon bir quvondi. Sirgib ushqir ko'ngilmen. Qo'shtadim da qilib oldim. Bu talabim uning men. Men g'arishker bo'laman. Yulduzga ushib boraman. Yo'lim quvon adaqdi, to'xtar sindi ag'anim. Deb serik bir quvondi. Sirgib ushqir ko'ngilmen. Qo'shtadim da qilib oldim. Bu talabim uning men. Men darger bo'laman. Ulkenning deb balaning. Qiynalganda qazna birinchi bo'lib baraman. Deb o'tam bir quvondi. Appoq adal ko'ngilmen. Qo'shtadimda qilib oldim. Bu talabim uning men. Nuray kelgan yerdan jalg'ashtirib o'qishqani. Qarab o'tirma Nuray. To'xta, bo'ladi. Zari ishlar o'qishi. Bo'ladi. Endi mamandig'im, maqtanishim deganda hozirgi taqdirda qaysi mamandiqlar bor ekan? Aql ekan. Injener bilamiz-a? Eskiydi? Ya'ni keyingisi bayqagan bo'lsanglar mamandiqlarni ko'rib o'tdi. Endi o'sha mamandiqlar bizga nega kerak?